Eng go'zal ne'matlardan yana biri shukurdir. Qachonki shukur aytishni o'rganasiz, boringizga shukur aytasiz, Alloh sizga so'raganingizdan-da xayrliroqlarini beradi. Musulmon bo'lib yaralganimiz uchun, Allohni taniganimiz uchun, gunohlarimiz ko'p bo'lsa ham Allohim har kuni gunohlarimizga afv so'rashimiz uchun qayta va qayta imkon berayotgani uchun shukur. Musulmon bo'lib yaralganimiz, namoz o'qiy olganimiz, Qur'on o'qiy olganimiz uchun shukur. Ota-onamizni borligi uchun shukur. Yetimchamiz sog'ligi uchun shukur. Shunday insonlarning farzandi bo'lganimiz uchun shukur. Har kuni quyoshni qanday yotishini ko'ra olganimiz, bomdod namozini o'qiy olganimiz uchun shukur. Endi tasavvur qiling, siz eshita olasiz, ko'ra olasiz, yura olasiz, yetimcha sog', ammo eshitmayotgan, bu dunyoning go'zalliklarini ko'rmayotgan, o'qiy olmayotgan, gapira olmayotgan insonlar bor. Ular ham shu holida bo'lsa ham Allohga qayta va qayta shukur aytishadi.